Agar men pajarda ishlab pensiya chiqaman, yong'in bo'yicha pulni yetarliman, ma'lumot. Tavukxona kimniki? Baba? Tavukxona kimniki? Vazirlar Mahkamasi huzuridagi qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida nazorat qilish inspeksiyasi tomonidan bugungi kunda Farg'ona viloyatida 2025-2026 yillar kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik holati bo'yicha joylarda bajarilgan ishlar o'rganilmoqda. Kurguli ko'chasi 19-sonli ko'p kvartirali uyning yerto'la qismida sanitariya talablariga rioya etilmaganligi holatlari aniqlanib, boshqaruv servis kompaniyasi rahbariga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 159-moddasi bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi hamda 3 kunlik muddatda mazkur yerto'la qismidagi kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha ko'rsatmalar berildi.